hurmatli tadbir qatnashchilari, aziz yoshlar. Avvalambor barchangizni musobaqaning yakuniy respublika bosqichiga yetib kelganingiz bilan samimiy muborakbod etaman. Sizlar hammalaringiz g'olibsizlar. Chunki 45 mingta odamning ichidan mana shu yergacha yetib kelishdi o'zi bu katta yutuq deb hisoblayman. O'zingizlarning shijoatli mehnatlaringizni, jasoratlaringizni va bilimlaringizni shu joyda ko'rsatib, namunali xulq bilan bugungi o'tkaziladigan tadbirlarni sharafli ado etib, yurtboshimiz oldida yuzimizni yorug' qilasizlar degan umiddaman. Do'stlar, tekstlar, o'tga! Sözde tinch yurtimning keng sarhadlari, matonat o'tiga mingan chavandoz, yurtiga yo'l yo'latmas temur zotlari, yurtiga yo'l yo'latmas temur zotlari. Ramziy bayrog'imiz. Biz Surxondaryo viloyati Uzum tumanidan keldik. Bizning jamoa Ulug'lar! Bu yerda o'zimiz yasagan avtomat Kalashnikov maketlari. Jamoamiz bayrog'i, jamoamiz vimpili va biz erishgan yutuqlar aks etgan. Bizning shior Chegarada turamiz mustahkam qalqon bo'lib, yurt osoyishtaligi bizga hamnafas. Biz Samarqand viloyati Tayloq tumanidan keldik. Bizning jamoa Temuriylar. Men 100 metr masofaga eng birinchi bo'lib yetib kela olaman. Men AKM qurolini tez sochib yig'a olaman. Men granatani aniqlikka uloqtira olaman. Men 1000 metrlik masofani chaqqonlik bilan bosib o'ta olaman. Bu esa bizga g'alaba olib keladi. Men yosh chegarachilar musobaqasida ishtirok etib, undan so'ng akademik litseyda, Termiz akademik litseyda o'qigan 3 yil. O'sha yosh chegarachilar musobaqasida qatnashib, kollejlarda axirgi shu birinchi o'rin, ikkinchi o'rinni olganmiz. Ana hurmat polkovnik o'zini ustozim o'tiribdi ana shu yerda. Men hozir ko'rib hayron qoldim-da. Rasul men o'ylamadim. Hozir bu yerda uchrasaman deb o'ylagan jo'g'im. O'zim shagirdim, shu yerda istab o'tirganim men quvonchliman. Sog' bo'ling. Bu sohaga kelganim, murojaat qilganman. Qiziqishimni bildirganman. Kadrlar bo'limiga borib murojaat qilganman. Qiziqishlarimni aytib, ular bilan suhbatidan o'tganman. 2023-yil Yangi O'rmon tumani 1-sonli maktabining fidokor jamoasidan men va Oddiy Asar Isojonovlar ishtirok etdik va faxrli 3-o'rinni egalladik. Albatta bu oson bo'lmadi. Barcha komanda va jamoalar juda har bir qattiq tayyorlangan va kuchli. Nima demoqchiman, hammani birdamlikni bitta jamoada bo'lsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Omadlar va faxrli o'rinlarni olib, yorug'chilar bilan qatnashing.